Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırmaz. Bugün Çislağ 2022 yıl 2. ayının 24. gün. Endeki mavzu mındak vatandaşlar. Bugün bir günde mesela Cungo'nun Duvi Torbiti'de. Merkezin organın gazeti deyimiz var bunu vatandaş. Organ gazetede ilan kılınan haberler. Cungo'nun Duvi Torbiti'de. Birinci, Ukrayna Rusya bilen diplomatik münasebetini üzgelligini jakarladı. Cungo taraf Rusya'nın Ukrayna'ya harbiy tajovuz qilishiga ifade bildirdi. Yana bir haber. Rusya Cungo Amerika üç tarafının Ukrayna to'qinishidagi ziyan jadvali. Rusya Moskva payçak bazarı savdosini umumiyizlik to'xtatdi. Yani bir haber. Ukrayna Rusya to'qinishida 7 nafar kishi öldü, 9 nafar kishi yarador bo'ldi. Ukrayna prezidenti Zelenskiy Ukrayna asosiy qurilish aslihalari raketa hujumiga uchirdi. Prezident Vladimir Putinga qarshi ittifoq qurishga chaqiriq qildi. Cungo kelar qatam sobiq prezident Trump Beijing Tayvanga hujum qiladi deb qiyos qildi. Cungo kelar qatam sobiq prezident Trump Beijing Tayvanga hujum qiladi deb qiyos qildi. Yani bir haber. Ukrayna Türkiye'nin Qora dengizda qamal qilishini talab qildi. Donbas bölgünçileri Rusya'nın harbiy yordam berishini talab qildi. Yani bir haber. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanni ziyorat qildi. Tayvan bo'g'izi Ukrayna. Duvi Torbiti 2022 yıl 2. ayının 24. günü. Cungo'nun pozitsiyasi nima? Ukrayna urushi yoki Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilishida Cungo'nun pozitsiyasi nima? Maydoni nima? Ukrayna vaziyeti davamlı ciddileşmekte. Rusya Prezidenti Vladimir Putin 24. günü Ukrayna'nın şarkıda harbiy hareket qo'zg'adi. Ukrayna Rusya vaziyeti yana bir qatam o'rladi. Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq vakili Jong Jun mundaq ko'rsatdi. Cungo davamlı özünün solu bo'yicha suhbatni ilgari surdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Komiteti Ukrayna meselesi ciddi muhokama qilganda Jong Jun mundaq ko'rsatdi. Ukrayna vaziyeti xalqiliq paytda turibdi. Cungo bununga yuqori darajada diqqat qilyapti. Alaqadar taraflarning aql va sovuqqonlik bilan muomala qilishini, muomalada bo'lishini, suhbatni kuchaytirib, masalalarni suhbat bilan hal qilishni umid qilamiz. Demak, bu yerda Cungo'ning pozitsiyasi Rossiyani tajovuz qildi deb ayblagan emas. Bundan qaraganda Rossiya nima Cungo Rossiya Ukraynani tashlab etdi. Yoki nazardan soqit qildi degan ma'no chiqqanda qanday vatandosh? Prezident Vladimir Putin yana bir xabar. Ukrayna chegarasini o'zgartdi. Cungo eg'izga ololmaydigan ziddiyatlar. Mavzuli xabar 2. ayning 24. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabardan bir abzas naql keltiramiz. Washington Hodison tadqiqot o'rni siyosat harbiy ishlar tadqiqotchisi
Richard Waiters mundaq hesapladı. Cungunun Ukrayna meselesi bo'yicha bundaq javob qaytirishi Rossiyani ranjitmaslik uchundir. O'xshashli Rossiyaning harakatlaridan Jungo xotirjam bo'lolmayotdi. Jungoning yoshiron bilguncha rayonlar bor. Masalan, Tibet, Şinjan, yani mustamlik Uyg'uriston rayonlari bor. Bundan biron minister bormi? Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan telefonda so'zlashganda mundaq degan edi. Har qanday davlatning muvofiq bexatarlik ko'ngil bo'lishlari hurmatga sazovor bo'lishi lozim. Leksiyalarimiz tamam bo'ldi. Bugun vaziyat yoki obzorimiz yo'q vatandoshlarım. Vaziyat mushiya keldi oxiri deydig'ini mesela 5 yil deyishim kerak edi. Biz hozir Jungoda Xi Jinping rais rahbarligidagi hukumatning ama shu bir qator bo'layotgan ishlarni nazarda tutib, masalan, vaziyatni nazarda tutib, ichki o'lkaga elib ketilgan 2 milyon Uyg'urni dastlab bo'lib vatanga qaytirib kelishini, Uyg'uristonni vataniga qaytirib kelishini umid qilamiz, hurmatli vatandoshlar.